Alo. Xola, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Iftorlik yaqin qoldi. Non bera olasizmi, xola? Ha, iftorlik ochib olganman. Beraman valasi. Yo'q, non yo'qmi uyda baranasi? O'zimga ham non yo'q hozir o'g'lim. Chechani olib chiqib beraman. O'shunaqa baranasi bo'lsa olib chiqib bering, xola. Yo'q bo'laman. Ha, jichayatda qolib ketib qoldim-da, to'g'risi, ro'zaga. Rozi bo'ling, ozgina pechani soldim. Bo'ldi, rahmat katta ekan, xola. Mashalloh, Alloh rozi bo'lsin. Inshaalloh zo'r sovg'alarimiz tashlab, ularga ozgina mablag' ham berib ketamiz hozir. Ya, assalomu alaykum. Charchamasdan. Ara bo'la olib turdim, mana adabtida. Nimaga yordam qildingiz o'zi? Yordam qilgan yo'qman. O'zingiz qiynalib turibsiz, lekin yordam qilibsiz mana. Onajon, sizga zo'r narsa olib keldim lekin. O'zimga narsa o'g'lim kelmaydi, qadimganga kishini maqtadim. Siz mana o'sha o'zingizga qarab, yanada yosharib yurasiz. Siz yoshsiz. Yoshingizga qaragandan keyin qarang mana. Bir akamizni zakotlari bor. Nima o'zim ishladim. Yo'q, men ishlatmayman. Siz ishlatdingmi? Sonlarni yaxshimi? Yo'qman, kelib, kulinglar. Onani bir ziyorat qilib ketaylik deb keldi inshaalloh. Kelganlaringga shu tarafı hisobida Xudoya, millionlar ato qilsin Xudoya. O'tganlaringga Xudoya mol qo'yib qo'ysin. Ehson qilganlar qatorida qilsin Xudoya. Alloh akbar. Mana sog' bo'ling.